Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar. Şu texnikal narsalar bilan biraz o'zim boshqarib bulamaqishga biraz kashulla bo'lib qoldi, kechirsizlar. Unda olsa nimamizni bugungi suhbatimizni boshlaydi. Aldı bilan hammalarga salom bo'lsin qarindoshlar. Dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarning shu vaqti xayrli bo'lsin. Hammalarga mendan salom bo'lsin. Unda bo'lsa qarindoshlar, agar ovoz chiqmagan bo'lsa, ovoz chiqmaydi deb inkas qaytaruvchilarni umid qilmang qarindoshlar. Ma'lummi? Yana oldingi nima ketib qolgan. Tamam. Agar ovoz bo'lsa, unda bo'lsa so'zimizni boshlaylik. Qarindoshlar, bundan bir hafta burun bu Falastinning G'azza rayonidagi Hamas degan teşkilatның yoki guruhning yoki terrorchi teşkilatның qanday atsanglar shu bo'yicha Isroiliyaga qilgan hujumi bilan biz shu hujum bo'lib, uning ertasi kunsilar bir kundan keyingi demesim qolsa bu vaqalikning yoki bu hujumning nima uchun bo'lganligi to'g'riliq va nima uchun u Hamasning aşığında bir terörlük şeklini algan hareketini qilganligi to'g'riliq, ya'ni Isroilga hujum qilib kirib bu yerda bolalarni yoki ayollarni yoki erlarni yoki askarlar va yoki generallar hech qaysini ayirmasdan qo'l oldiga kelganning hammasini go'riga ilib G'azzaga akir ketganligi va nima uchun bu taktikani ishlatganligi, bundan keyin nima talab qilganligi ve onunla kartta devletlerinin Erdoğan'ın mesela Türkiye'nin muamesinin neymiş için bir taraf doğallığı degendek noktalarda analizlerini kıvantık. Onun aldı da biraz koşumçu şekilde Palestin ve İsrailiye meselesinin tarihini ve ikisinin halkara kanundaki orni ve asaslarını bir konuştuğun şekilde kısa sözler ötkendim. Ve ondan keyin ben yazır yukarıda degen analizlerini kıldık. Ve ondan keyinki bir haftalık kuzatish jarayonimda balkim qarindoshlarimiz kuzatganda bizning qilgan analizimiz eng azda 98% to'g'ri chiqishi nisbati bilan balki nurg'ulg'an rasmiy medialar va hatto nurg'un akademik organlar va think tanklarning ya'ni aql abirlarining analizidan yuqori to'g'ri chiqishi nisbati buni balkim bayqagansizlar. Tani manda bo'lishi mumkin degan narsamizning hammasi chiqdi endi. Endi ya'ni oldin agarda birinchi qitimliq analizni ko'rmagan qarindoshlar bo'lsa, YouTube'dan nereden ko'ramiz deb so'raydigan qarindoshlar chiqishidiki, YouTube'ga Talas Story Latincha Talas Story deb yozsanglar bir YouTube kanalı chiqadi. Aşağıya chiqariladi. Ben sözlügen meyli Clubhouse olsun, meyli Facebook sözlügen videolar olsun. Eşeğe çıkarıldı. Eşeğde birinci kısımdaki analizini tapalayışlar. Şu uyduğun işçideki derslerini tekrarlamayı bugün. Bugün hem de şu analizimizden keyinki yani doğru çıktı. Asas digideki hem diginimizden hem üstügideki doğru çıktı. Hem de ötken bir haftada halkara buğa özgürlükler, kege inkasla ve bundan keyin hem de aldığımızdaki jarayonda nimish bo'ladi ve kim nimish qilmoqchi, kimning nima degini amaliyotda nima ma'noga ega degan shakllarda bir analiz qilish bitirishimi. Ondan keyin bu urush bo'lishdan bir hafta oldida 4 xil senariyo ve Sharq Turkistonliklarga keladigan fursat deb so'zlaganimda Amerikaning Eronga ketib kelish ehtimoli degan bir ehtimollikni degandim ve o ihtimallikning kichikligiga to'g'risida so'zlagandim. Ya'ni mana mushu aşağıda hatta İsrailiya uchun Eronga ketib kelish ehtimoli bor degandim. Ya'ni mushuni ko'zda tutgan mushundaq voqelikni. Chunki İsrailiyaning manfaati uchun Iroq ketib qoldi oldidagi urushda. 2003 urushda. Shuni hamda eng oxirisida analizimning eng oxirisida mushu cho'ng şahmat taxtasida Amerika'nın Eronga ketib kelish ehtimoli to'g'risida mushu voqea qanday taraqqiy qildi va
qayerga kelgan vaqtda to'xtaydi degan shaklda ko'z qarshimda deyman. Unda bo'lsa qarindoshlar, bugungi analizni boshlashdan burun yoki bir haftadagi kuzatish nuqtalarni deyishdan burun yana bir nuqtani eskartib qo'yishim kerakki, buning ta'siriga uchraydiganlar jiqkan. Qarindoshlar, bu İsrailiyaning yoki Yahudilarning o'ynagan o'yini emas. Bunda nima ish olsa bu Yahudining o'yini, nima ish olsa bu İsrailiyaning o'yini, xuddiligi Ürümçide Uyg'urlar namoyish qilsa 2009-yili Doğu Perinçek chiqib bu CIA'ning o'yini degan. Ya CIA bizga o'yin o'ynamasa, bizga bizning qilpamiz Uyg'urlar namoyish qilanmamdi. Shuning uchun bu eng o'rin kallani ishlatmaydigan eng o'rin odamning gapichi, u nima ish olsa bu uning o'yini, bu buning o'yini deyiladi. Shunga bu İsrailiyaning o'yini emas. İsrailiya hergizmi nimini onda 1300 adamni bir qitimliq hujumda bir tashkilotga yem qilib berib, ya'ni o'yin olsa, unda o'zining prestijini, o'zining obrazini to'kadigan, obro'yini tushiradigan unda o'yinga kirmaydi. Chunki İsrailiyaga ziyonliq bunda to'kilgan obro'y. Shuning uchun bu hergizmi İsrailiyaning o'yini emas. Bu istihbaratning mag'lub bo'lishi, buni oldingi analizda so'zladik ve tuyuqsiz yegan bir bosqin. Yani Türkçe qoldi bu gap, Uyg'urchasini bilmayman. Ya'ni tayyorliqsiz vaqtida partizancha yegan bir bosqinning natijasi bu. Bunda bosqinlar tarixda jiq, ama maqitim qilsa haqiqatan o'ziga xos bir o'xshamaydigan bir bosqin bo'ldi. Hatta tarixda 700 askar bilan 70 ming askarning ustiga hujum qilib berib, ashlarni palash qilib qaytib kelgan, yani tayyorliqsiz vaqtida, uxlab vaqtida kelgan voqealiklar bor Osmonli tarixida. Shuna bu bir bosqin deb tushunaylik. Ammo e'lon ko'rdik, hujum qildi va uni nima uchun qilganini so'zlash bo'ldik. O'tgan bir haftadan beri dunyoda g'arb medialari so'zlashga boshladi va men oldingi analizda bir narsani degandim. Başta İsrailiyaninki to'g'ri, chunki bu Hamasning hujumining shakli buguna fuqarolarni, bolalarni, xalqlarni askardan armay o'ltirgan ekan, bu bir xalqaro o'lcham bo'yicha terrorlik voqeasi bu. Yoki terrorlik hujumi. Bu chiqdi, ammo ertaga İsrailiya texmi ko'p bombardimon qilgandan keyin G'azzadagi buguna xalqlarning o'limlari, videolar, rasmlar chiqishga boshlagandan keyin 10, yani bu şu hücumdan ki İsrail'e hücum başlagandan keyin 10-15 güngacha xalqarada İsrailiyaning hujumiga qarshi ovozlar tashkillanib shakllanishga boshlaydi va İsrailga besim ishiltirdi degandim. Hozir bu narsa boshlanishga boshladi. Masalan, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti İsrailiyaning G'azzada xalq yoki terrorchi ayrimay bombardimon qilish sababidan o'layotgan xalqlar. Buningdagi yana bir narsa İsrailiyaning G'azzada ishlatayotgan fosfor bombasi. Bu fosforni bilasizlar, 40 gradusda kuyidi oq fosfor, 40 gradus pichirsizlar. Shuning uchun bu fosfor bombasi odamning badaniga tushib kelsa, shu gazdek yerim suyuqlik, yerim gaz shaklida keladi, bu tushib ketib qolsa kuyidi. O'sha kuyib ketadi va o'sha kuyib kengaygan peti kuyidi. Texmi içine chiqib bu fosforni sumirib olganda nefes qilib, shu sumagan nefes yo'lni kuyidi va o'pkining ichiga kirgandan keyin shuni sumirib olgan odam o'lgicha bu ichidan o'pkisi kuyib, boshqa qiynab o'ldiradigan bir narsa. Shuning uchun oq fosforni yoki fosfor qurolining İsrailiya tarafidan ishlatilishi bu urush jinoyati amaliyotda. Shunga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bayonot e'lon qildi. İsrailiyaning hozirgi shaklda G'azzani bombalashi urush jinoyati shakllantirdi deb. Ya'ni men degan oldimizda İsrailiyaga noroziliklar shakllandi, xalqaro jamiyatdan besim kelishga boshlaydi deganim bo'ldi, ya'ni bu haftaning ichida. Onligi yana bir narsa g'arb mediasining bu masalada tutgan maydoni. Yani g'arb mediasi bu masalaga kelganda, shu birinchi analizdim degandim, berbat yani. Yani ikki yuzlamachilikning eng yuqori pallasi. G'azzadagilar o'lsa o'ldi deydi. Yani die. İsrailiyaning askarlari yoki xalqi o'lsa o killed deydi, o'ldirildi. Hatto bugun Reuters nimaning
dünyanın birinci orundaki medyası oluşu mümkün bir taraflik ve şençlikte de. Yani Reuters bir nes çıkarsa bütün dünyadaki medya onu da mesele kömey aşını menbek alalaydı. O kadar şençlik medya. Cini da Gazze'de muhbirleri ölüp ketipti, muhbiri. Bayanat e'lon qilibdi. Muhbirimizden Gazze'de hayatından ayrılganlığını bildirimiz ve ta'ziye bildirimiz falan filan. Yani nim bo'ldi bu muhbirim, yani bir şey çakmak çıkıp ketdimi, buk soqib etdimi, ya kalon soqib etdimi, mashina soqib etdimi, nima ish bo'ldi? Yo'q, yozmaydi. Amaliyotda Isroilning bombasi o'ldi. Shuning uchun G'arb medyasının bunun tutkan pozisiyasi, ikkiyuzlimichiligi, yana birisi Yevropa İttifaqının Tashqi ishlar komissiyasi, tashqi ishlar emas, Ursula xonim. Tek bir qancha oyning oldida Rossiya Ukrainaga urushyapmiz, sen bilan gaz bilan tokni kesib o'tamiz desa, bu Yevropa İttifaqidagi bu xonim Rossiyaning Ukrayna xalqining gazi ve tokini kesib o'tishi bu terrorlikdir. Xalqqa sen bunu qilolmaysan degan Ursula xonim bugun G'azzaning toki bilan suvi kesilib ketganda yo'q ovoz. Shuning uchun bu hamda G'arbninki dunyo sahnasida, dunyoda bu meselede biraz o'zini nobud qilib olgan nuqtaning birisi mushu. Bu to'g'risida biraz to'xtalgan tuqaldim haqiqatan. Yani bu haftada ko'rganlarimizdan birisi bu bo'ldi. Yana birisi Türkiye'nin küçüğü, yani Türkiye bir yerde ikki tarafni kelishtirman deb, asirlarni tegish uchun tirishudi deb aldan qaytim degan to'q. Shuni qilishga tirishyapti hozirgacha. Yani tinchlik yaratib, agar bu urushni to'xtatman desa, Türkiye hali ham rol o'ynay oladi, aldan qaytim rol o'ynay oladi degandim. Hali ham o'ynay oladi bir haftadan keyingi bu ahvolda ve Türkiye'nin Mısır orqali bu yerde tinchlikni yaratishga tirishayotdi hozircha. Lekin yana bir yangilik İran bilan Xitoy. Gerçi udul qilmasimi perdining keynidan G'arbga bir tahdid soldi bular. Bu ishni yo'qotsan anda oldu degan shaklda tahdidga o'tdi. Bu haftadagi taraqqiyotlar bu. Endi nima ish bo'ladi? Mushu hozirgi mushu ahvolda, bugungi kunlikda nima ish bo'ladi? Birincisi İsrail'e Gazze'ye quruqlikdan kiremdi. Oldingi analizda dedik, insanlar bo'lsa, Hamas ishning bo'lmi dedik. Hamas, yani bu Gazze'nin, Gaza'nın tigida yana bir Gazze var. Bütün 900'den 2000 etrafında sanda tonel olan tigi. Ve Hamas o görüldüğü adamlarını ekilip tonelden işçi 40 tuttu. Buna hatta 2006 yıldaki Hizbullah İsrail'e vuruşunun misallarını verdim. Şunun için bu bombardımanlar bütün halk ölüdü. Hamas birinin bombaydı tehi digettim. Şunun için Hamas yerinin tigide halk ölüvatıdı. Hamas'ı tek bir iş boğunuyor. Bularni yo'q qilishning birdan bir yo'li quruqlikdan kirish. Shu Isroilga quruqlikdan kiremdi. Hozirgi savol. Bunga yili kengroq to'xtalman, kirsin nima bo'ldi, kirmisi nima bo'ldi. Ondan keyin yana bir ehtimollik, agar quruqlikdan kirsa, Hizbullah ve İran Amerikaning beshiga biraz det terib berdi. Chunki oldidagi suhbatda deganimdek, Hizbullah Hamas'ın neçesi güçlük teşkilat. Bu yerde yeni bir nesni iniqroq ko'rishimiz kerak. Hizbullah Hamas emas, İran Iroq emas. Yani eğer de quruqlikdan kirsa, birinchi bo'lib bo'lgan narsa İsrailning mening hisobimda eng ozda 1000 nechadan oturdu 5000, çıktı 10.000'gacha asker öldü. Çünkü Gazze'nin işçinin bütün emiri tozak, tonel, bomba, kömürlük, uya bir kıltak buludu. Uyaga kirgan vaqtida hozirgi qutqizman degandim bu necha hassa jiq ziyon tortdi bir. Undan keyin bütün Hamasni yo'q deb aytishimi notayin. Balkim yo'q deb aytadi, balkim kuchaydi. Eğer Hizbullah aralashib qolsa, o vaqtida ish chataq. Çünkü Hizbullah Hamas emas. Hamasni aldıq söhbətdə deb bulduk bularni. Ular bir qapsılıb qalğan bir adamlar, 4 tərəf qorşalıb.
Ama Hizbullah onda emas. Hizbullah'ın kolida Hamas'ın atıdığan nimeleri yakında öyle yasağa homemade roket atıdı. Hizbullah'ın kolida hatta cruise ve ballistik misal var. Resmi İsrail'in tosaydıgan sistemlerden ötüp getidigan nesler var. Ve Hizbullah'ın hazırki teşvikatları deyişçe olanın kolda hem adet roket ve misal bulup 250 mingdan artık nesli koral var dediğini atıdı. Şunun için eğer Hizbullah aralashib kalsa iş başka dereceye çıkıştı degandim aldan ketdim. Ama tehi İsrail'e bir yerga kirmedi, Hizbullah tehi aralashgidek bo'lmadi. Yana birisi eğer urush yo'g'inab ketib kalsa, bunu hozir azroq tushunib berishni to'g'ri ko'rdim. İran bilan bu urushimiz mesela bizning ba'zi qarindoshlar var. G'arib aldı qo'liga ma boshdan a boshqa surdi deb so'zlaydigan nimlar bor qarindoshlar. İran Iroq emas. Iroqning nüfusu 19 milyon 20 milyon idi. İran'ın nüfusu 75 milyon. İkincisi Iroqning tüp tuzlanlikda dövleti. Mush astidan Kuveyt'ten Udul Besre'ye, Besre'den şimalga kesip kirelgen Amerika 15-20 günlük. Ama İran'ın coğrafyası onda emas. İran'ın coğrafyası bütün tağ, katmal tağ, aslında bir tabi coğrafya yaratkan tamba devlet. Hem partisallık oluşuğa intayin kolaylık. Eğer Amerika o yerge kirip kalsa, Irak'taki performansını kördük, İran'daki performans onundan berbat olurdu. Şunun için Amerika İran bilen keldi, tepido, anımı tepido, manımı tepido, o bek aldıran kolu kılan kılıngan küçük valının gibi olup kaldı. Onun dikin yeni birisi, Irak-İran uruşuda mağlup bolgan. Fakat Kuveyt'in işgalkıga vaxtıda qalbi kılalgan bir armiyası vardı. Ama İran'ın onda emas. İran'ın Irak-İran uruşuda yengen askerlerden sırt devrim muhafızları yani İslam inkılabı deydi o bular. İnkılapның muhafizatçıları da yeni bir armiyası var. Ula şu Suriye uruşuda, Irak'ta Amerika bilen yoki Amerika qo'llagan başka PKK o bu gruplarla uruşup to'liq tecrübeye ega ayrım bir kuchib chiqdi hozir. Shuning uchun bular Hamasga berib qo'shilyapti, Hamasning ishchida ularga maslahatchilik qilgan, qo'mondonlik qilgan ishlarni qilyapti. Shunga burunqidek oson bo'lmaydi. Ve bu İran'a petip geliş meselesi çoğun taxtıda Amerika için belki ziyallık buldu. Şuna bildiğin noktamız, bilişimiz gerek olan nokta Hizbullah Hamas emas, İran Irak emas. Andaki Amerika aviyamat kılırını evetken de ben dedim şu birinci analizda. Yani demiş oldu ya Gazze'deki 2 milyon halkını aviyamat kılırı uğramdı yani İsrail'in yüzüge set degendim. Yani bu aviyamat kılar Hizbullah ile İran'ın kirmesliği için tehdit, o Hamas ile Gazze ile alakası yok degendim. İyle hem şu meydanımda. Onki bir yeni bir nerse koşup bey. İsrail'ye ile İran uruşup kalsa ikisinin ortasında uğralamdı o. Yani bir sonuçturuyor değil bunu mu? İsrail'ye İran'la uğranmaydı qarindoshlar. Çünkü Irak'ın 82 yılı da hemen Hatay'sı mıkamızda yadro tədqiqatını, yadro energiya, yadro bomba yasaydigan tədqiqatını bir keçidila İsrail'e berip bombardıman qıvetken aeroplanlar bilan. Ama İran'ın onda kılanmaydı. Sebebi coğrafya yani arlık Irak. İsrail'in aeroplanları berip İran'ın yadro əsləyələrini bombardıman qıtıp yenip gelenmeydi. Miyi tügep kütüdü çünkü ve oturdan ben kaçılaydıgan yer yok. Şunun için İsrail'in Azerbaycan bilen münasebetinin yıkılışının sebebi muşu. Ertesi gün Azerbaycan bilen İran'ın münasebeti bozulgan vaxtıda ve çegrada naçarlıq tokunuş çıkan vaxtıda İsrail'e aeroplanları Azerbaycan'dan götürülüp İran'ın nimisini uruş yadro əsləhələrini. Şunun için Azerbaycan münasebeti yıkıldıydı ve ertesi gün Azerbaycan-İran çevresi de tokunuş çıkardı. Aslında ihtimali bağ değişiminin sebebi bu. İran özüge tehdit gören İran'ı İsrail'e uğraman dese Azerbaycan'dan aydırılmadan uçuş gerek. Bu bir tonuşturuş şekli de bunu bir ödeyim. Emdi keldi bular. Hazır Amerika'nın Blinken geldi hatta kelip men bir yerge Amerika Taşqı İşler Ministerlemesi bir Yahudi buluş salahiyetim bilen geldim dedi.
Ve biz İsrailiyanın aqsıda dedi, G'arb medyası abay deganimdek İsrailiyanın ölgen halkını haber kılıştın bilalli çeklenmestin. İşki yüzlümülük bilen naaytımı bayist bir tarafki yanbas kanalda haber veriyordu. Bütün G'arb İsrailiyaga qo'lladik biz senin keyningda ura voq degandek ko'ringan bilan birinchisi sharq bloki ma'u G'azzada o'lgan bolalarning rasmlari, videolari, oq fosforning ishlatilishi, xalqaro qonunda urush jinoyati degandeklar bilan endi ko'tarilib chiqishga boshladi va Isroilga o'zi o'ylagan qo'llashni ololmadi ekan. Masalan, bunun en tipik misali Avrupa İttifakı. Avrupa İttifakı dedi ki, Palestin'e beriyotgan yordamni kesimiz dedi. Rusya to'qni kesse, Ukrayna xalqiga to'qni kesse, o terörlük oldu insanlığa karşı. Avrupa İttifakı İsrail'in to'q kesishlemez. Avrupa İttifakı açlık yardımını, xalqqa beradigan yordamni kesimiz degandi. Ama Avrupa'nın bu qitimqi, Avrupa'nın vicdanı İspanya çıktı meydana. Veto qildi o qarorga qarshi bilet tashlab uni yo'q qildi. Yani dedi ki İspanya'nın tashqi ishlar ministri Avrupa İttifakı'nın G'azza xalqiga yordamni kesishi Avrupa'nın o'zini nobud qilgani, o'zining bütün qimmat qarshi yo'q bo'ladi dedi ve İspanya to'sib oldi. Shuning uchun İsrailga kutgan yordamni berimiz deb gerçi g'arbdagi liderlar, rahbarlar voq qilib ritorikni aytayotgan bilan amaliyotda İspaniyaga o'xshash, yana birisiga o'xshash nimalar bilan u yordam berilmedi. Yani u qo'llash İsrail kutgan yerda berilmedi. Nima uchun bu berilmedi degan vaqtimizda bu yerda bir narsani tushunaylik. Yani bu yerda urush bo'lib, Amerika kelib, ayani urib, mundaq qilib ketamdi, ular emas. Sababi Amerikaning Rusya bilan, İran bilan, yana bir tarafda Xitoy bilan teng vaqtda uch tarafdagi urushni yetaklab, hatto askar chiqarib apirdigan askar yo'q-ku zaten. Xalqida qo'llashmi yo'q urushni. Eng muhimi puli yo'q. Amerikaning puli qolmadi. Washingtonga borsanlar poytaxtiga qaysi bir ko'chasida yo'g'on bir soat var Amerikaning. National debt deydi, yani ulusal qarzni, Amerikaning qarzini har sekundda o'rlab turdi. Şu qanchalik qarzi borligi şey ko'rinib turdi. Qarsangiz o keyniga men baxmadi, chunki Amerika qarz to'lab baxmadi. Ustiga menwati uchun. Shuning uchun aşağı soatni ko'rsangizlar, Amerikaning Eron bilan emas, bundan keyin Kolumbiya bilan yoki yana bir tuvan darajada davlat bilan urushamaydiganligini aşağı soatli deb turdi. Chunki pul yo'q. Shuning uchun Amerikaningki hozir qilmoqchigini yoki qildigini şu bulduk arkadaşlar. Bir bu O'rta Sharqdagi bo'layotgan ishni bir terrorchi hujum qilganda İsrailliklar uni o'ltiryapti, yani bir narsani dedim bu, ular bizning xalqimizni o'ltirdi, shuning uchun biz berib ularning xalqimizni o'ltirmiz desa İsrailga xato qilgan bo'ldi. Chunki u bir terrorchi tashkilot. Terrorchi tashkilot xalq o'ltirdi, ama bir davlat xalq o'ltirsa terrorchi davlat bo'lib qoldi degandim. Shuning uchun bu hozir bu yerda bo'layotgan narsa yana bir nuqtadan, yani İsrailga tayoqni unga berib hujum qilyotdi emas, yana bir nuqtadan qarab boqaylik. Amaliyotda bu yerda bu o'yinni, yani shaxmat o'yinini yaxshi o'ynagan va pishki bilan kelib ofitserni olaman degani Hamas. Bunda o'ylab boqaylik. Hamas bir shaxmat taxtisida peshka, o aldığı bir qadam menib ofitserni bana bersa deyapti. Yoki meni yesang keynimda at var, at kim o? Hizbullah. Yoki yemisang ofitserni bersa. Ofitser kim onda olsa? Ofitser Netanyahu. Yani İsrailiya'nın baş ministri. Nima uchun bundaq deyman? Chunki agar Netanyahu hozir G'azzaga quruqlikdan kirsa, yani bu Hamasni yese bu peşkini, birincisi G'azzaning ichida İsrailga o'ylab bakmagan darajada askariy chiqim tortildi. Hali asker, tanka. Chunki
Şəhər içi uruş çoğ meydanğa oxşamaydı. Aeroplan dikilib xalqni bombardıman qilishga oxshamaydi. Hammiya tuzaq, hammiyada tonel, hatto Misrga chiqadigan 900 tonel bor deydi. Zaten Misr bilan bo'lgan G'azzaning chegarasining uzunligi 10 kilometr. U yerga qanday 900 tonel qazdi yoki 20-30 ninkini ulab akilib Misrga chiqadigan toneli birmi hozirgi manbalarda 900 ga yaqin tonel bor dedi. G'azzaning umumiy ichida 2000 ga yaqin tonel bor deydi. Shuning uchun Isroiliya bu yerga kirmay hozir turishining sababi birinchisi rost kiramdiq, kirmamdiq qaror berish kerak, ya'ni Hamasni yamdiq, peshkini yamdiq. İkincisi, eğer kirishni o'ylashayotgan bo'lsa, generallar qandaq kirdi bu? Generallar plan tuzdi bunu 3-4 nimaga bo'lib, amal va uzatmay tez suratda yengish kerak, chunki uzrab ketgandan keyin BDT'da qarshiliklar bu yerdagi o'limlarning soni ko'paygandan keyin xalqaro sahnada Isroiliyaga besim kirishga boshlaydi va jiqib turadi. Shunga eğer Netanyahu G'azzaga quruqlikdan kirmasa, ya bu peshkini yemasa, Netanyahuning siyosiy hayoti tugaydi. Zaten İsrailiyada aran qalganda bütün hammalar bunga qarshi oppositionlar, asos qonunning moddalarini o'zgartirdi, bunga aran tuqqanda, agar bundaq bir 1300 İsraillik o'lib, Aqidin bu necha yüz ming askarni yig'ib akilib Yevropalardan rezervlarini chaqirib kelib bunda aybi qilgankan bu yerga kirish kerak. Agar kirmay qolsa, bütün İsrailiyaning ichida bu javob berolmaydi bir. İkincisi bütün barmoq javobgar asli sentinga unga qarildi. Shuning uchun Netanyahuning siyosiy hayoti tugaydi agar kiramasa G'azzaga. Ya Hamasning qilgani bu ofitserni so'radi dedim bu yoki pilni. Peşki gelip Netanyahu'nu alırız dağıtı demeliyetti. Çünkü için Netanyahu kirmese tügeydi. Siyasi hayatı tügeydi. Kirse neymiş oldu? Eğer bir yere kirse Hizbullah deydi. Biz uruş fikirimiz. Yani peşkinin keyni de Hamas degen peşkinin keyni de at var. Onunki Amerika geldi. Yani bu garip blokunun bu yerdeki biraz çaresizliği. Yakobus'un ma epislerden bu kadar mühimliği o kadar mühim ki ve başka dostu yok ki en avval gerdiği özü yürep kelgen gapda padişahni kovdaydigan Queen. Şuna Sharq bloki bir ikki qadam oldida. Chunki peshki bilan episar so'rayotdi bildi. Peshkining keynida gardi va ammo episarning keynida gardi va Amerika va ammo ma peshkining keynida gardi yo'q. At va Hizbullah. Uning keynida Turkiya va İran, onun keynida Xitoy. Shuning uchun Sharq blokining G'arb blokini qistivog'in nuqtasi deyishimning sababi va bir peshko'li berib ofitser so'radi deyishimning sababi bu. Texil yeyishimizni ko'may turib Sharqning. Yeyishimizni ko'may turib Isroiliyaning bosh ministrining siyosiy hayoti tugaydigan bo'lyapti. Undan kiramdi. Deyli kirdi Netanyahu. U yerdan chiqadigan narsa o vaqtida agar Hizbullah aralashdi, onunga Amerika aralashdi, avtomatlar o'q chiqadi Livanga qarshi, onunga İran aralashdi desa, bu yilgi shaxmatda tosh tegishayotgandekli. 3-Dünya urushi buning oxiri. Endi İsrailga kirsa G'azzaga, yana bir ehtimollikni o'ylab qo'yaylik. İsrailga kirsa Hizbullah aralashmas uchun, ya'ni Amerika bir narsa qilib Hizbullahga sen arlaşmayı turuptu, ama İsrail'e muşun tüyü duası disçu. Bunu bir qeyrinişimiz aldığın analizimde sonra andı. Endi bu ihtimal yok mu? Bu ihtimal buluşu, elbette bu ihtimallık buludu. Ama bu yerde Hizbullah kıldan bir kanca ziyan var. Birincisi, Hizbullah Livan'daki meşruiyetini yoktu bütünlüğü. Çünkü onların Livan'da mevcut bu turbayışının sebebi Palestin'i azat kılış yani. Onların atılığı için. O meşruiyetini yoktu. İkincisi, bugün G'azzani el qilgan İsrail'e yani bir 5-10 ya 20 yıldakin Hizbullah'ın nöbet kılıdı. Şuna Hizbullah'a bu bir hem kendi çekinenmeydiğen, arlaşmayı taşlap koyalaydiğen bir mesele emas, hem aynı vakitte İsrail'ni iki taraf, iki frontta yani iki septi can kılışkı mecburlaydiğen bir fırsat olan için.
Şunun için Hizbullah'ın eğer Gazze'ye kirse Hizbullah'ın aralış ihtimali çok. Yani 80% aralış ihtimali 20% aralashmaslığı mümkün. Şunun için İsrailiyede hazırkı gap yani bunu yani bir nesini koşup da aldı desem bu gap. Amerika bu iş boğandikken ha nimo Netanyahu kendine yananmaydı cuma. Bu iş boldu ya bu bizden halkımızda öldürdü bunun esirlerini tişeyli diyemeydi. Çünkü Netanyahu'nun çikilik bir çıkması var. Çıkmaydığın bir iki kutupluk bir çıkmaydığın neresi var. Bunu aldım kendime de değişini unutkattım ben. Bunda azrak açtık bu temini. Yani İsrail'e Palestin'nin işgal kılgan toprakları var. İsrail'e işgal kılgan Palestin'nin. Bulup mu West Bank, G'arbi Qirg'oq ve Şarkı Kuddus yani Şarkı Yerusalim. Bu işgal kılgan yerlerge Avrupa'dan kanunsuz Yahudi köşmen yötkep keldi degandir misollar olsa ve Araplarning uyini Araplarni qo'llab chiqarib etib Araplarni uyiga Yahudilarni yerlashtirdi degandir. Ve bunu xalqaro kanunda kanunsuz köşmenler deydi. Bu köşmenlerin davamlı kilişi üçün Palestin topraklarını İsrailiyege muqim bir Yahudi köpçilik yani köpsallıqını yaratış üçün bu Yahudilerin tepini köplep köçüp kilişi üçün her bir Yahudinin ciniga ehmiyet veriş gerek. Diyendim kaldım analizde. O yüzden bir Yahudini görüge varsa Palestin bula bir Yahudi üçün türmedeki 300-400 Arap neye Palestinlikni koyup durdu degendim insanlar olsa. Aldım bitim çürük koygan bir noktadan bakayım. 2010-2011 yıl ikisinden birisi bir Yahudi üçün Netanyahu şu vaqtda hükümet etdi yani okşaş 1020 netçe Arap tegishibdi ekan. Bir Yahudi üçün 1020 netçe Palestinlik jinoyatchini tegishibdi ekan. Bunu qilishga mecbur İsrail'e. Çünkü bizden Yahudilarni görüge ketdi, biz o terörcüyle sözleşmeyimiz dese bu yerga Yahudi köşmen kelmeydi. Cindan qo'rqab kelmeydi. Yahudilarning kelishi uchun her bir Yahudinin ciniga qanchalik ahamiyat berdiganligini ko'z tutish kerak İsrailiya davlati ve bunu ko'ztimizda bir Yahudiga 1000 Palestinlikni qo'yib berib tegishibdi. Ama bunu tegishga vaqtimizda nima ish oldu deganda, görüge aldığan Hamas'ın iştahsını yoğantıp koysiz. Birini ağantıp 1000'ni koyup verdi bizdenki, bu da 100'ni alsak 100 mingni koyup verdi deydi karşı çıkıdı. Ve bu şu bol değil okudukça. Şunun için onu kandak esir teyiş üçün, neymiş üçün kıyığını sözler buldum var. Birinci analizden kösanla buldu. Şunun için bu İsrailiyanın çıkmazıymış o. Kegen her bir Yahudinin muyum bilip Avrupa'dan ya Avustralya'dan başka yerden kelip yerleşip atkan köşmellerinin ama halkara kanunda kanunsuz köşmeller mi bu eni kosun. Kegen bu köşmellerini bu yerge teximi köp ekiliş üçün ulanın ciniga ehmiyet verdiğini bildiriş gerek, köz tiş gerek ama bunu kığa vaxtida Hamas'ın teximicik bu Yahudilarni görüge gelişine sebep bolup kaldı. Yani bana kısa maziyan tatıdı, bayıqma kısa maziyan tatıdı. İki başlık çıkmaz degen bu şu. İsrailiyanın mundaq ahvalı var. Şunun için hazır hem de menin karışımda perdenin kendi nimiş oluvatıdı ve kanda buldu degende menin karışım şu. Andikin Amerikalıklar nimiş için torumuzga dersidi, nimigi qarab dedik bunu torumuzga dersidi. İsrailiyat ayak edi, yani bir ucum edi. Bununla karşı çıkıpla bizim urumuz tepimizde halk olan terörcünü koşap binalarını düşürüp öldürüşke başladı. Ak fosfor işletti. Belediyenin deyin önce uruş cinayeti, saldırı boluvatkallık ne baykavatımız dedi. Andın keyin birinci günüla ertesi deyim, ikinci günü Biden çıktı şu ne dedi. Biz bütün gücümüz ile İsrailiyanın keynide ve bu terörlük hücumu da İran cinayetinin şeriki dedi. Onu dep bulup bir qancha saatdan keyin Aksaray'ın ulusal xavfsizlik bayanatçısı Köbi çıktı ve şunu dedi. İran ularının şeriki ama bizden kolumuzda ispat yok dedi.
Ben bunu ko'rgandan keyin dedim ki Amerika devlet ahli kirdi ishqa ve Tormuz'ni dastadi. Nima uchun buni deyman? Bir devletning yana bir devletga urush qilish uchun yoki o devletni urib etish uchun, berib tepish uchun isbot kerak yo'q. Isbot yo'q bo'lsa-mu, isbot bor deb turib kira oladi. Masalan, Iroq. Iroqqa 2003-yil kirganda yadro qurollarining isboti yo'qdi. Ammo qurol bor deb turib, yo'qni baqib turib kira oladi. Shuningga o'xshash, agar bir davlat yana bir davlat bilan hozir urushmaymiz, buni bilan yetishmaymiz desa, isbot yo'qmi bo'la oladi yoki bor isbotni bu yo'q qilib yetalaydi-ku. Yo'q qilib yetib, hozir kirmaymiz deydi. Isbot yo'q deb turib oldi. Shuning uchun Kirbyning degani bizning prezident biroz devan, yosh cho'ngib ketdi. Shuning uchun Iran bu jinoyatning sheriki desa, biz Amerikaliklarni Iran bilan urushga deb qolmanglar. Qo'limizda isbot yo'q. Ya'ni biz Iran bilan hozir etishilg'a oldi emas degan gap. Bu Kirby uni o'zining beshiga deyanmaydi. Ya'ni o'zining prezidentini yag'anchi qildi bir qancha soatdan keyin. Buni o'z oldiga qilolmaydi. Bu Amerika davlat ahli degan shu. Unda bo'lsa, İran bilan hozir urushadigan pulim yo'q, askarim yo'q, qo'llashmi yo'q. Amerika ichida Iran bilan urushni qo'llaydigan public opinion xalq ra'yimi yo'q. Unda esa endi nima ish bo'ldi? Cho'ng ehtimol qarindoshlar, Netanyahu'ni jiq bombardimon qildi. G'aza. Halaqa achchig'ini chiqarib oldi. O'zini bir bunu bir istihbaratçı, Amerika'nın bir istihbarat analizcisi mi dedi? Yani PS'ye çıkan istihbarat analizcisi. Özünü yaxşı his qıval, Rambo'daki his qıval. Ama Gazze'ye kirişini sana yardım qılmayımız deyiş mümkün. Çünkü Gazze'ye ula kirse, ayaqdan Hizbullah kirse, onunla İran kirse, Ukrayna turda eyede, Hizbullah, İran, bu Torka at episirlerden keyin haqiqiy jang men degan Xitoy bilan bo'lgan raqobat bu Ironga petib kelib bu yerda qancha yilda chiqadi bilmaymiz. Afg'oniston bilan Iroqdagi urush ahvoli Amerikaning ahvolini ko'rsak bu Irondan chiqolmasligi mumkin. Chunki bu ikkisiga o'xshamaydi bu davlat. Undan keyin u yerdan o'tgandan keyin Xitoy bilan yuzlashsa Amerika'nın iş çatak degandim ki ben bundan iş yaptı buron kadimede. Eğer İran'a petip kalsa iş çatak. Şuna mening shaxsiy qarashim quruqlikdan G'azzaga kirishning ehtimolini men tuvarak ko'raman. Agar hamma odamni yig'ib oldik, necha yuz ming askar keldi, ya'ni Netanyahuning siyosiy hayotini qurbon qilmaymiz, kirimiz deb qolsa, agar unda kirish bo'lsa, Hizbullahni aralashtirmaslikning yo'lini izlaydi. Çünkü Hizbullah aralashib qalsa, qarindoshlar, bu ish boshqa darajaga chiqadi. Hizbullahning atadigan roketlari Hamasninkiga o'xshamaydi. Hizbullah hatta necha İsrailning harbiy kuzatish punktlarini naq o'ttirsidan urdi. Çünkü ularda guided missile var. Yani boshqarilgan bomba var. Mandaq meyadan attım Allah'a emanet ne uçsun deydigan qarg'u roket yok. Yani o roket mi var da onundan başka qurollar var. Anki İran'ın ballistik füzeleri var. Şuna bu yerda yana bir narsani de harbiy analizda İsrailiyani mandaq analiz qilib qarindoshlar. Generallarning harbiy analizlari var, yani İran İsrailga urush chiqib qolsa qanday bo'ldi deb. İsrailning shimolda Hizbullahdan bomba kelib to'qashqa davomli. Shimolda Hayfa deb shahri var. O asasen mağrib bilen energiya, yani gaz çıkıdı. Azıcık neft çıkışı mümkün. Anadaki mağrib var. Ama Canubu'da Gazze'den bomba kaptı başka. O yada asasen tarım. Yeni Sahra rayonla yeni yerleşip atkan asasen tarım. Sanaat, iktisat, maliye hem minimum merkezi Tel Aviv. Oturduk şehir. Şunun için her bir analizde İsrail'e bir devlet, qanday devlet ile urushib qalsa, Tel Avivni qo'lga olamdi deb so'raydi. Hozirgi mush kilovatga roketlarni, bu temir qubba sistemasi to'sayotdi.
İsrailiya bilan bir urush chiqadigan bo'lsa, siz aş tömür qubbidan o'tishingiz kerak. Ammo u tömür qubbining ojizliklari bor. U azarda analizchilarning onun ojizligi to'g'risidagi gaplarini men bu yerda hozir demay, bizning tashkilotdagi qarindoshlar bilan bo'lgan suhbatda bir qanchasini deb berdim buni, hamda u yerga kirib ketmaylik. Lekin aş tömür qubbidan o'tgan Eronning roketlari yoki misillari Tel Avivga qanchasi tushdi ve Tel Aviv qanchani ko'taradi. Bütün mesele muşu eğer İran, İsrail'e harbiy urush qilib qolsa, Tel Avivni qo'g'day oladi. Agar Tel Aviv deyli 500 yoki 1000 yoki 2000 bomba tushsa, Tel Aviv tugaydi. Tel Aviv tugaydi degan gap İsrail'e tugaydi. Bu hem de harbiy analiz yani. Shuning uchun mening qarashimda Amerika bunun tormozini desteklaydi. Xuddi köbeğinden çıkıp İran bilan biz hozir urushmaymiz, unday niyetimiz yo'q degan signalni berganidek, perdenin keynida İsrail'e Amerikani İran urushiga akirish uchun kengaytiryotdi. Suriyani bombardimon qilyotdi, Livanni bombardimon qilyotdi degandek. Ammo Amerika tormozga desteklayotdi. Bu aile qilib ma'qul jura degan bu deydigan ish bo'lsa, bu vaqtcha Amerika to'kitadi askarlarini, ammo to'kitadigan askar yo'q zaten hozir. Mana ishga urushdan keyin Amerika bu 10 yil yoki 15 yildan oldingi Amerika emas bugungi Amerika. Shuning uchun mening o'ylaydiganim Amerika texnik tormozga desteklaydi deb qarayman. İsrailiyani G'azzaga kirishdan yaltaydi deb qarayman, ammo bu havodan bombardimon qilinma qo'rqish uchun kirmaydi deb qarayman. Eğer kirib qalsa, Amerika bir yo'lini Hizbullahning aralashmaydigan yo'lini tepib bo'lib, uningdan kirishi mumkin. Ammo Hizbullahni aralashtirmaydigan yo'lini qanday topadi? Xitoy bilan nima qilamdi? Kelishamdi yo Iran bilan kelishamdi? Nima berib turib, nima bersa bular hammasini sotadi? Uni hozir nurg'un kendi senariyalar bor, ammo uni bu yerda hozir so'zlashadigan vaqt emas. Yani peşkini ofislarga yem qo'ytamdi sharaf, men undan qarmayman. Ammo buni menimcha bu yerdagi kayfiyatni besishtirishdi. Amerikaga bu kerak. Endi qarindoshlar, bu bizda biz ajoyib bir millatkanmiz biz. Dunyoda qaysi ikki xalq urushsa, biz shu nima ish qilib o'zimiz ishga olib, bir-birimiz bilan urushar ekanmiz boshqalarga. Bu FETÖ'lük Erdoğan urushsimi, abi FETÖ Xitoydan birisi chiqib, "Voy Erdoğan bunda desa, rasmiy ishga bo'linib urusha so'qishalaydi ekanmiz bir-birimiz bilan. Bunda qilishdan hojat yo'q. Biz o'zimizning tarafida tursak bo'ldi. Mustaqil turib analiz qilib, bu yerda o'rganadigan darslar qaysi, xalqaro nimalarda qanday analiz qilyotdi, şunu qanday qilamiz? Undan g'arb mediasi demokratiyani, inson haqlarini yana birimiz deb so'zlaydi. G'azzaga kelganda uni ishchiga tushib ketadigan bu. Masalan, buni bayqanglar qarindoshlar. G'azzaga kelganda yo'qolib ketadigan bu. Yani g'arb mediasi biz to'nagandek mediamika yoki bo'lmasa uni bir mediamika, ya'ni ikki tarafning bir tarafining maydonini sotadigan. Undan bizning ishchimizdimi? Nim deyman, Tahirjon agentligi demdimi? Diqqat qilaylik bu media, bu mediagami yani. O yerden $5 geldi, bu yerden $10 geldi de bizge bir haqning jidilning bir tarafini haq qilib bizga setyapti o yer ishchimizdagi Tahirjon agentligi. Nima keragi va bu jidallarning bizga o'zimizning ichida? Tishida turib, amal bir taraf mustaqil turib o'rgansak bo'ldi. Ba'zi qarindoshlar Falastin mening qarindishim, biz musulmonlik deb nim qilishi mumkin. Uni istoshlik bildirishi nim qilishi mumkin. Uni tushunaman. Bazı qarindoshlar bu Yahudilar, İsrailliklar unda o'lib ketdi, nim qildi deb qilishi mumkin. Ammo buni o'rtasiga chiqib bir-birisi bilan jidal qilishning nima ashti? Nima ashti? Faqat masalan Falastinga nim qilgan qarindoshlar duo qilinglar. Yahudilarga yoki ammo albatta Yahudining xalqi u ko'chib ketayotgan naqshi kechiligiga chiqib atgan vaqtida o'lganlarning Yahudilarning ichida belki Falastinning eng chong qo'llovchilari var onun içinde. Çünkü dünyadaki akademiya dünyasida bo'libmi, Falastinning eng chong qo'llovchilari Yahudi akademiklar. Birinchisi Noam Chomsky bugün, hatta Norman Finkelstein var,
Bunun için nurgun Yahudi akademikler var Arap devletlerde. Palestin'nin tuprağı işgal kılındı. Bular manda mançıncılı manda qoğlandı mançı milyon Palestinlik deydiğin. Şunun için bir insanın ma Yahudi'ke şunun için bununla öşmenlik kılımız ya bu Arap'ke şunun için öşmenlik kılımız degen bu seviyenin en töven nuskul dereceleri bu. Palestinlikning işçilimi yaxshi adam var, eski adam var. Yahudining işçilimi yaxshi adam, eski adam bo'ladi. Bir adam Yahudi o'qish bilan eski qolmaydi qarindoshlar. Hatta Palestin meselesida ma Uyg'urlarga İsrailga yordam qilyapti, Yahudilar yordam qilyapti deb ma meselada İsrailni qo'llaysizlarmi? Balkim Uyg'urlarga yordam qilayotgan bir Yahudi o'xshash vaqtda Palestinning qo'llovchisi bo'lishi mumkin. Yani siz bu Yahudi'ke şu ben İsrail'yanikini tutup kötürey de bunun aldığını bek egiz kötürü etkiniz ile belki A meselede o Palestin'de oluş mümkün. Okşaş Yahudi adam. Siz ne bilirsiniz? Çünkü şunda insanlar var. Şunun için bunda belki töven karapla ma Arap'ke şu Palestin'de bu Arap'la ma yakınmışsam Palestinli ma Yahudi'ke bunun ma yakınmışsam İsrail'yan depla bek çıkıp kötürü etmeli kıyırındaşlar. Nimiş kızlar bu cidellerge kirip ayrım turunla otursup tur. Bulup mu Palestin İsrailiye meselesinin kançilik tarihini bilsinler kıyırındaşlarım ya. Bizde okuvagan bir nimeler çıkıdık ya şu yani okuvagan degenim Xitay'la mağrıbıda. Bir nimeler de yani bulanın hemisiga kirishning hojati yo'q. Oldin ketim qisqartib atlab o'tkatdim. Tarixida 3 ketim urush bo'ldi. Yevropadan kelgan ko'chmanlarning bugun Palestin tuprog'ida turayotganligi, kelgan ko'chmanlikligi bu xalqaro qonunda qonunsiz. Bu butun dunyo bildigan narsa, yani butun dunyo 195 davlatning ichida bir Amerika va Isroildan boshqa hamma davlat shunday qaraydi uni. Balki Amerika ham shunday qarashi mumkin. Shuning uchun bunun bir jarayonini, tarixini bilmay turib kirmaylik qarindoshlar. Bir bu temadimi bilamanlik qilmayli masalaga ketay. İkincisi cidalni tamam ikkiga bölünüş boludu. Çünkü dünyadaki hamma davlatning xalqi bu masalada ikkiga bölünülik. Ikkiga bölünayli tamam. Yani bölüngen olsa bölününglar amal yo'q ki bunu bölmay aralashmanglar degili. Ama ishchilarda duo qilish bilan qo'llanglar tarbiyalarni mening arzuyum. Onun keynidan tashkilotlarning bayonot berishida bu yerga bir narsa qo'shib qo'yay. Mening shaxsiy qarashim betaraf turish kerak. Hatta beğenmezlik gerek, jim turilish kerak. Aslında bu yerde bayonot berib ikkili tarafni hech kimni ranjitmay o'tadigan bir yo'l var ama onu bizdan tashkilotlar qilolmaydi. Jimmi turib yaxshi. Hozir hamda nimaga İsrailiya tarafda turgandek bir nima berdik biz dunyoga emish, g'arbdagi tashkilotlar. Hamda ben yani merak ediyorum yani Ömer Kanat 30 kişini çıkarıp icarap Malaysa'ya kanda vardı bu da Endonezya'ya kanda vardı merak ediyorum. Onun kendine yağlıkını çekip Türkiye'ye görüp ben büyüyetim deyip Hidayetullah Hacım'ın koltuğuna kirip bezirip durduğun hanımla kanda vardı Türkiye'ye nimi deydi bunun dikin. Ya, ben bilmedim. Ya bu bir taraf cimmidi tursanlar. Yakımız işkil tarafının ko'nglini aldıgan, işkil taraftaki ölgen xalqqa biz nimamizni bildirimiz desanlar tugaydi o tashkilotlar. Bo'pti, buni xatolik qildinglar, tamam. Kimlar, qayerda, qaysi davlatlarda tashkilotlar o'zlarining yo'llarini kesdi, o'zinglar aytugin his qilasizlar. Endi men bir og'zingizni buzdingiz debdi, mening gapimning oxiri shu bo'lsin qarindoshlar. Yani ameliyat ağız bozuşma emas bu. İkiga bölünüp jidal qilsanglarmi qilinglar, to'xtat qilinmaydi ki. Amal bo'shroq qilib, amalga o'zinglar qo'llaydigan tarafga duo qilsanglar ishchinglarda eng yaxshi. Yani bir taraf ko'rinib turadi. Agarda uni qilmay jidal qilsanglarmi amal yo'qki qilinglar. Tashkilotlar o'zinglarning yo'l, har qaysi tashkilotlar o'zining yo'lini to'sib olishning hojati yo'qdi, ammo to'sib oldinglar. Endi buni qilgandan keyin Türkiye'de birisi çıkıp buna Amerika kontrol kıvaptı, Yahudiler kontrol kıvaptı da video işlese bu kalkışmanlardı. Bu da kısanlı işlemeyi demiş kıldı. Şunun için bu kıtım ben karsam da bu Türkiye'deki teşkilatlar Yahudiler, garipteki
bizni qo'llayotgan Yahudi do'stlarimizning ko'nglini og'ritmaslikka oli diqqat qildi tehi. Mana bu siyosetni biladigan elnamalar o dokladlaringlar unutmanglar en azda 1,7 milyard adamga vakillik qilgan 60-70 davlatda peshonalari tegadi bundaki. U yerga kirishning menimcha hojati yo'q deb taraf tutishning. Ma'qul, o'rnini tarafnimi tutinglar, yo'linglarni to'samsizlar, nima ish qilsanglar qilinglar, uni qildi ekansizlar. Uningga gapim yo'q, bo'pti, uni qabul qildim, hammasini qabul qildim. Ama bir narsani qabul qilmayman qarindoshlar. Buni hargiz qabul qilmayman. Ya'ni bütün neçe milyon adamimiz lagerda yatgan turib. Tehi ba'zilari var. 5 balam var. 3 tanesi kız, 2 tanesi o'g'il, hammasi lagerda bolalarning opasini mi akitibdi lagerga. Xitoylar nega gapirib nima ish qildi bilmayman. O'zim mushadi yashayaptimi. Ammo o Falastinlik dörtler 4 tuxumni toshga urib, dörtlik qilibdi. Men buni qabul qilmayman. Ya bu yerdeki mesele onundaki dörtlük emas. Senindeki körtlük. Kerençim. Qara sendek yaşınız kelmepti deb o'ylamading mi ularni? Men ularni qo'llamayman, abay deganimdek terrorchilik qildi ular, xalqni o'ldirdi. Ammo sen bilan, ya'ni biz bilan bizning ulardan dumus qilgan bir yerimiz var. Ular bizdek yashashni xohlamay o'lim yo'lini tanlabdi. Hiç bo'lmasa, ağlamazsan bari gülmekten utan deydi. Biz bu halda urug' tuqqunimiz eşede, atanız eşede, baldır eşede, bunda labdurdek yaşayotgan bo'lganligimiz chet elda. Hiç bo'lmasa og'zingni yum ya. Gapirma. Chiqib bu dörtler munda qildi-ki, senchu ko't desa nima deysa? Senchu qancha balan qoldi vatanda oyog'ing nima ish qilyapti? Sen shunda yashayotsa desa nima deysa? Qandaq degan izonsiz bir numussiz bir to'pqa aylanib qoldik biz. Bunu qabul qilmayman qarindoshlar. Ularni dörtlük qildi, yana bizim qildi deydigan salohiyati yo'q bizning miltimizning bugun. Nima salohiyating var? Bizdek yashashni xohlamabdi. Bundan o'laplik ketayni debdi, berib toshga uribdi. O qaysi tuxum, qaysi tosh deb o'lg'aldi bizni ko'rimiz-da. Ammo ma'qul ashli tuxum bo'lsin, dört olsun, kalva olsun, uni abay men analiz qilgandek İsrailiyaning bosh ministrini bulungu niqtagan bo'lmasin. Afisar yeyme degan peşke deb o narsalarni o'ylashmanglar ma'qul. Dört shu kalvaka bo'lsa-mu, bizning moddatlarni deyish salohiyatimiz bormi? Yani bizdek yashashni xohlamabdi. O'lgis ketdi. Shu yerdagi masala ulardagi dörtlük emas. O savolni so'ragan misol men tushuntirib qo'yay. Bu yalnız Falastinliklar emas, chunki Ukrainaliklarmi shu. O'zining kuchli Ruslarning tajovuzchilik urushyotgandan bir yurikimizning yeriga ya men bir kuni bir Xitoyni bir mo'rlavarsam, bir tatlavarsam, bir chishlavarsam bir yerlarni, anadiki o'lsam mayli degan bir narsani yoqmasdinmish Ukrainaliklar ham Falastinliklar. Bu dörtga bilan ojiz turib kuchli urushibdi degan bo'lsangiz, siz ko't qarindoshim, ko't. Tamam? Shuning uchun men buni hargiz qabul qilmayman. Abay deganimdek taraf bo'lib urushamsil demish qilsangiz o'zingizning ishi. Teşkilatlı hata beyanat yönem diyen bir neskilamda onu da rencimayman. Ama mani qabul qilgan narsa bu adamlikdan chiqishimiz. Bizga bugun o'zimizda qanmagan ruhni boshqalardan izlaydigan vaqtimiz hozir. Meni bir tishlab olay, meni bir tatlab olay. Mayli u Falastinlik olamdi, Ukrainalik olamdi, yoki Kubalik olamdi, yoki Meksikalik olamdi, kim bo'lsin, ojiz o'zidan kuchlikka işgalda qalgan tuproqimni qo'g'dayman deb itilgan ishkan biz ugundigan bir ruh var u yerda. Uni his qilmasdan Mo'laning dörtligini aytdik. Shuning uchun qarindoshlarim, abiyam analizim shu. Anadikin bizning millatda bunday masalalar kelgan vaqtida odamni nimadan chiqarib o'tdi-chu. Elim o jiq ig'ir bis qadamlarning birisi men. Ammo bu qadar bo'lmaydi. Shunga Gibonning xulosasi bu yerga qo'shilib uzrab ketib qoldi. Gibonning xulosasi agar İsrailga kirmasa G'azzaga quruqlikdan Netanyahuning siyosati tugaydi. Agar kirsa yaxshi tarafidan kelay, Amerika Hizbullahni Xitoy nimasi savdo qildi yo Eron bil nima savdo qildi, Hizbullahni aralashmaydigan qilib kirdi.
Endi üçüncü ihtimallik eğer Hizbullah aralashadigan bo'lsa, u vaqtida taş deyişimiz şahmat taxtasida ikki taraf taşlarını vaq 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 yeyotidi. Taş deyişidi ama Amerika'nın gerdisi yaqin. Xitoyning shoh gardiylari Rossiya bilan Xitoy texnikani nechtash kaynida Amerika ziyon tortadi. Agar Eronga kirib qolsa. Endi bu yerda cho'ng'iliqi men o'tganda qo'rgan cho'ng shaxmat taxtimizda Amerika bilan Xitoyning o'rtasidagi raqobatda Hamas hozir harakatni qivatmagan bo'lsa, asli Isroiliya uchun fursat batdi. Isroiliya va Amerika Eron bilan Ozarbayjonning chegarasida qalayimqanchilik chiqarib, buningga beshida Turkiya qarshi turgandek qismi, ammo keyin Erondagi Janubiy Ozarbayjonda, ya'ni Eronning nüfusning yarmi turk, bilisizlarmi, bu 40% turk. Yani Ozarbayjon turkcha so'zlaydi. Turkiyami beshida Ozarbayjon bilan Eronning to'qinishiga qarshidek bo'lsa-mu, ammo Amerika, Isroiliya, Ozarbayjon, Turkiya to'rtining o'rtaq manfaati Janubiy Ozarbayjon bo'lib qolgan vaqtida Eronni yerimidan kesib o'tadigan ehtimollik batdi, ammo Sharq bloki Amerikadan baldur qo'l savatdi demdik. Boş oldu. Şundan Amerika biraz o'ylashib karar veriş gerek ama Amerika'nınki tormuz destegini aniq. Shuni yo'qotmaymiz, kichiltimiz. İsrailiya seni sözde mesela Amerika'nın kongreslerinde kongresmenler, senatorlar çıkıp deydemdi İsrailiyani men anda yaxshi ko'rman, manda yaxshi ko'rman, men en qo'llayman, mijuyitimiz, ezuyitimiz deydi ama ameliyatda Amerika harbiy jihatda İsrailiyani tormuzlashga boshlab bo'ldi deb qarayman. Shuning uchun nimini yo'g'antmay turib, ishini yo'g'antmay turib qanday hal qiladi? Bu yerda bu qitim nayt yaxshi o'ttirdi, betaraf turgan Erdo'g'an rol o'ynashi mumkin. Misr bilan. Chunki nima uchun Misr muhim? Chunki G'azdagi xalqning qochadigan bir Misr bor, boshqa yer yo'q. Uch taraf qo'rshaqlab, ikki tarafi Isroiliya, bir tarafi dengiz. Shuning uchun Misr bu yerda cho'qim bir rol o'ynashi kerak. Onunla şunun için Hakan Fidan'ı en avval Mısır'a verişinin sebebi bu işini peseytidiğen, uğraşını toxtutidiğen devlet olsa Türkiye ve Mısır. Muşu ikisi toxtutalaydı. Ama İsrail Netanyahu bu yerge kirmeyi çekinse özünün siyasi hayatı nim bulduğuna onunla bir akı yol eliş gerek andın keyin. Eğer onda bulmasa İsrail'e kürsün Anadaki körümüz kançılık esker çıkım tatıdı Hizbullah araşamdarlaşmamdı. Onu yani kiyinki işkepteden kiyinki analizimizde onu söz düşünürüz kayndaşlar. Şuna benim karşım şu, emniyette Hamas Netanyahu'ga ofiser devam. Yani şah dedi desem olmaydı, şu şahla Xitay ve Amerika ofiserinin siyasi hayatının soratı da peşki kelim. Ya beni ye, atla torkula kersin, ya beni yemisem, əsir tegişimiz İsrailiyanın yüzünü düşürmey durup bu əsir tegiş qanday oldu ben bilmeyim. Yani bir yol tapsa Erdoğan bilen Mısır Sisi çıksa bir yol tapsa Netanyahu'nun siyasette yüzünü düşürmey durup Hamas'ın degini bilen əsirlerini bir-birisiga tegişidigan işini qila olsa bu iş besikudur. Ama Netanyahu'nun yüzü menimce tushadigan yeri chuq bo'ldi. Uni qanday saqlaydi endi Türkiye ile Mısır'ın diplomatlarına bağlı işler. Şunun için ben bugünkü gapni bir şeyde kesey qarindoshlar. Arsida biraz akünkidek analizli qilmoq istedim, lekin biraz başka gapni o'qib saldim. Shundan so'ng ayibki buyurmanglar. O ağzını buzdoğun deb nim qilishinglar mumkin. Men siyoset ras bir gap bor. Dörtlüşüp ketgan xalqni qutqazg'ulik bo'ludi qaranglar. Yani birinin bilmeydiğin xalqni qutqazg'ili oldu. Ügünüş, tirish orqali sarqilla qismini yetishtirib chiqarib u yetaklab qutula oladi. Birinin ügünenmeydiğin bo'lib ketdi deyli bir top. 4 top ketdi desakmi, ularning ballalarini tarbiyalag'ili bo'ldi. Ballar keyingi avlodni yetishtirib chiqarvag'ili bo'ldi. Shuning amma yani dörtlüşüp ketganni qutqazg'ili bo'ldi, ko'tlashib ketganni qutqazg'ili bo'ldi qarindoshlar. Buni siyoset ilmi nima deydi desanglar, basqunchilik mening taqdirim huzurlanishni o'rganay degan vaqtda tugagan bo'ldi.
Yani bu resmi gapçı mu? Şunun işçi var gap. Birisi sana basqınçılık kısa, tatılaysa, morlaysa, çişleyse. Onu mu kılanmıdın, bütün putkolun bağlaqlıqda jürükünde xəb deyse, bir gün intikamını alıma deyse. Eğer de sen morlap, tatılap, çişlep, onu mu kılanmısan, karşılıklı mı kılanmısan ve jürükünde yine xəb demigen bolsan, senin kığıldıvatqa işin basqınçılıqtın huzurlanışlığınış olduğu deydi siyaset elini. Bunu ben kötleşip ketkenini qutqazgılamaydı deyildiğinin sebebi şu. Şunun için dörtlüşüp ketsek meyli qeyrindaşlar. Ama amal yok. Siyaset kime arlaşmayma. Yeni bizden kılmayma. Bizge amal yok. A dörtle taşını tuxumlu taşka uruptu. Senin neymenge uruvatıdı aval özünden bir sonra. Sen nimidek yaşavatsa, benim eğer bu diyen sözüm, işletken sözümge karşı olsan sen özen de bak, nimidek yaşavatsa, kaysı yüzümüzle yaşatımız ya. Yenedik çıkıp başkalarını deyip deyirken biz. Şunun için ağzını buzdu deyip oylasanlar, özenler oylavranlar, ben bilmeyim ama siyaset ilmide bu şundak gap var. Dörtlüşüp ketkenini kutkazgın oldu, kötlüşüp ketkenini kutkazgın olmaydı. Şunun için nefretimiz, jürgümüzün tügümüz sunduk erindaşlar. Yani birisi, yani gap uzarak tutan oldu. Bugünkidek bir vakit için benim yani bir hayran kaldığım şu. Bizdek bir küngü uçurgan bir milletinin bugünkidek günde, yani bugün emez bundan 5-6 yıl burun şairleri intikam marşı yazıdı erindaşlarım. İntikam marşı. Bizde manda kıldın, senindin intikamımızı alımız. Yahudiler en şundak marşlarını 2000 yıl etti. Yani Polşalıklı yüznecilik etti, Norvegiyalıklı etti yaşında nimelerini. İntikam marşını. Bizden kine intikam marşımız. Şairlerimiz intikam marşlamış, lagırlar, baskıçılık, köydürü atıdı halkımızı diyende intikam marşları yazılır. Bizden bütün sorunlarda tamak yiyiştim burun, kilip oturup çavak çiliştim burun. Biz aval istiklal marşımızda, andaki intikam marşımızda yetişimiz gerek. Normal millet bunu kılıdı. Başka neyse demek, dörtlüşüp ketişki boludu, kötleşip ketişki bolmaydı arkadaşlar. Kutulanmayımız, kutkazgılanmaydı. Baskıncılıktın huzurlu düşlüğünü atkan kalıkka kutkazgılanmaydı. Benim gibi müşahit tüysün arkadaşlar. Şunun için işlettim o gepni. Sizler ağzımı buzdum da hemslendiğim insanlar özanlarına ihtiyari ama siyasette var gep. Şuna hemen aman bulunlar arkadaşlar. Allah'a emanet biraz aldık yayını çuval çakıp kaldı. Şundan olsun mu? Yaktırıp köygenler olsa rahmet etime. Birinci kısmını körmen deydiğin arkadaşlar olsa o yedi bütünley analizli kılındı. Bunda mağıl temi cetneş bulmadı. Talas Story deb YouTube'da yazsanlar, aşağıda bütün videolar var. Aval birincisini körüp, andaki ikincisini körsanlar yaxşırak düşünürsüler deb oylayma. Beşilik 35 minut ben karşımda dedim ki sual cevap buldu. Şu an beşilik 35 minut biraz mühim. Vakti yokla aşağıdan körsün buldu. Şu an arkadaşlar Allah'a emanet, keyin xidim görüşküçü aman bulunlar. Esselamu Aleyküm.